qilgan ish topolmay qo'li bo'shab qoldi deguncha ukasini uraveradigan akalar bo'ladi-yu. Mana shu kaltak ish bo'yicha faxriy yo'llar olgan ukalardan so'ramoqchiman-da, shu qaysi duoda o'qib olsa bunday urayotganda odam kaltak yeganda kaltak yeyish mumkin. Meni kaltak yeyotganimni ko'rgan itlarchi bunday qarab, yaxshi ham odam bo'lib tug'ilib olmaganman deydi-da, to'g'risi bu. Eng qizig'i mana oddiy kun, oddiy o'tiribsiz, oddiy holatda dumbam ustida o'tiribman. Akam ham o'tirib choy ichib, "Seni qizing bormi?" deydi. Uylanib olgan bo'lsa ham mayli ekan. Nima ishingiz bor, meni qizim bormi, yo'qmi? Siz o'zingiz uylanib olsangiz ham mayli ekan. 97 ga kiryapsiz, to'g'risi bu. Otamdan 3 sinf past o'qigansiz. So'ramang u narsani, nima qilasiz? Bor desam nima o'zgaradi? Uylanmadingiz u bab. To'g'rimi? To'g'ri. Eng qizig'i siz Realchi akangiz Barsa cho'p bo'lsa ham g'alati bo'ladi, bilasizlar? Real yutsa ham, yutsa ham El Clasico'da babi kaltaysiz. Lekin Real yutdi, atay ko'rmayman deb uxlab yotgan futbolkamdan tortib turgizyapti. Ustoyi ancha futbolkadan tortishga.